Mani kecha tug'ilgan kunim bo'ldi. Поэтому давайте kommentariyada yozinglar necha yoshga o'xshayman. Amma пока sizlar bilan birga podarkalarimni raspakovka qilaman. Bu videoda o'rtoqlarim bergan podarkalarni ko'ramiz. Men birinchi bo'lib eng katta paketdan boshladim. Bu yoqda zapischka bilan takoy korov. Zapiskada nima yozilganini, конечно, aytolmayman, но давайте podarkani birga ko'ramiz. Podarkam o'zi shunaqa estetichniy upakovka qilingan ekan. Imani mana shunaqa pijama kutdi. Mani o'rtoqlarim biladi, men qizil rangi sevaman. O'shanga sразу pijamani kiyib oldim. Endi ikkinchi paketga o'tamiz. Men ozgina ko'rib qo'ydim. Bu yoqda ham qizil pijama edi. Mani oyim sразу boshladilar. Davay sarpaga olib qo'yamiz dedi. Kim yana oyingiz shunaqa deydi, kommentariyada yozib yuboringlar. Bu pijamalarni men Pinterestda ko'rdim, rosa chiroyli. Mana shu paketning ichida ikkinchi podark bor ekan. Bu mana shunaqa sol для ванны и katta kushon. Men boshida buni razmerini ko'rib qo'rqib ketdim. O'zi ham bu kushon bir umrga yetsa kerak. Endi davayt sizlar bilan uchinchi podarkka o'tamiz. Bu ham qizil upakovочка deydi. Bu sog'ot. Menga buni rangi juda yoqdi, chunki mat tilla rangi вообще chidolmayman. Bu прям такой эстетичный. Bu paketdan nima приятный hid kelyapti desam, bu mana shunaqa rituals nabori ekan. Ozgina qo'lim qichib, sразу mana shu mistini sep ko'rdim. Cho'mil chiqqandan keyin bitta sep forsanglar, uydinglar jinni bo'lib qoladi buni hidiga. Mana o'rtoqlarim biladi, men taqimchoqlarni yomon ko'raman, lekin bu brasletni ko'rib, men shokka tushdim. Shunaqa нежный, прям o'zimga o'xshaydigan brasletda. Menda wishlist kanal bor, men u yoqqa mana shu kosmetikani tashuvdim, lekin menga podarka qilishadi deb o'ylamovdim. Bilganlar biladi, bu kosmetikaga men alohida obzor olaman. Video yoqqan degan umiddaman. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishamiz.